Hürmetli vatandaşlar, endi bir işga kız gap kılayla biz ötkenki sözü geldik şeyimizde. Yeniden Devlet Meclisi'nin tayinlişi ve yakın makullışı bilen Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi'ne yardımcı devlet işler katibi Asya ve Tinç Okyanı rayını boyunca yardımcı devlet işler katibi bulup belgelengen Sözen Tarent'in hanımının şu vaqtda belgileş guahlık bir yığını da Tayvan doğrusu da sorulgan suallarga mesela Marco Rubio senatör Marco Rubio koygan suallarga cevap bergende Tayvan doğrusu kılgan sözleri mesela itiraf kılgan yak burun biz şunda itiraf kılgan degan sözleri hozirgi prezident Trump siyosiga selishtirganda hech qanday aloqasi yo'q bir ishtak qildi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining to'g'ri betida har qaysi davlatlarning bayrog'i bor ekan. Oraliqda Tayvanning bayrog'i bir o'chirilib, bir qo'yilib, shunday bir o'zgarish bo'lgan. Sözün Toronto hanımның sözlüğüne dal muşunuğa münasebetli kişken. Hazırki Tayvan toğrusidiki yakınlap kelip atkan mesela şundaq deyli. Yakında Amerika Qo'shma Shtatlarining Kengash palatasi 10. günü, 9. günü Tayvan sayohat qonun loyihasini ma'qulladi. Endi shundaq bo'lgan vaqtda bu qonun loyiha allaqachon prezident Trumpning ishxonasiga yo'llandi degan gap. Şuna bunun bir zatımız şu oldu. İkincisi, biz ötkende sözlügellik şeyimizde bir gepni ağızdan çıkardık. Bizim sözümüz emas. Torbetteki geplerini mesela alaylı. Hazır Wang Qishan degen kişi bu 19. nöbette kurultayda daimi heyetlerinin terkibinden kaldırıldı. Düşüp kaldı. Ya ki yaş kuramı örüldü şundak oldu. Yaş kuramını közü tuttu şundak oldu. Ya ki bu Govingoy. Biz sizlerle bir kançı katım tanıştırdık. Govingoy çigra sırtığı çıkıp Amerika Qo'shma Shtatlarida bulup mu? Bu şu ictimai alaka torbetlerden faydalanıp Wang Qishan'ın Haynanda Avatsiya şirkisinin kılmışlarına paş kılışı ve bunu elip gelip Wang Qishan'ga bağlap düşendirişten keyin Wang Qishan ikinci qatam yani 19. kurultayda sahnege çıkmaydı. Daimi heyetlikten kaldırıldı. Şundakla emel ve hukukma berilmeydi o deyilgen. Cemaat fikri şunu kütken idi. Hazır Karaganda Wang Qishan bu kişi Merkezi İntizam Tekşiriş Komitesi'nin sekreteri. Bu 5 yıldır aldığımızdaki 5 yıldan beri bu Cungu'da hıyanetçilik karıştırış hareketiga rahbarlik kıldı. Ma'lum natijalarini qo'lga keltirdi deyli. Masalan, Joyinkang Guboshong boshlaydiganlarni turmaga nazarband qila oldi. 1 milliondan ortiq Jungoning partiyalik kadrlarini tekshirib birtirab qila oldi. Endi bu qatim bu amaliyotda 18. qurultayning odami bo'lib kelib qolgan edi. Hazır Reis Xi Jinping Wang Qishanni qaytadan ko'tarib chiqib, davlatning ma'un reis qilib belgilaydi ekan. Belgilegende onun alayda hukuk verir iken. Mesela hazır Wang Qishan'ga şu hukuk aldığımızdaki 3. ayda ötküzüldüğün Jungo'nun işki kurultayı da Wang Qishan'ga şu hukuk verilse Wang Qishan'ga belgileydiğin bir hukuk o Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo Kompartiyasi o'rtasidagi jiddilashib atgan munosabatlarni bir taraf qilish huquqi. Yoki shuningda söz oladigan, gap qiladigan va huquqini ishlatadigan darajadagi huquqni Wang Qishan'ga beradi ekan dedi. Shuningdan qaraganda hurmatli vatandoshim, shu Wang Qishan degan kishi Jungo Xalq Jamhuriyati hukumati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati o'rtasidagi savdo tijorat so'rkilishida balki bir nimalarni deyilishi mumkin, chunki bu sahada odamning iqtidori bo'lishi mumkin. Lekin diplomatiyaga oid masalalarda Wang Qishan Amerika Jungo munosabatini bartaraf qila oladi desa, bu toza mubolag'a bo'lib ketgandek bir ishdir. Onun üstüne biz Rossiya tarafdan kelgan bir xabarni sizlarga aytdik. Wang Qishan dedi, Rossiya Sunni hamroh torbetining xabarida sizlarga leksiya qilib so'zildik. Wang Qishan dedi, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'tirisidagi munosabatlarda savdo tijorat masalasini bartaraf qila olishi mumkin. Lekin uning diplomatiya sohasidagi masalalarni bartaraf qilishi bu mumkin emas.
Çünkü Rusya bu torbitining maqolasi deyildiki, Amerika bilan Jungo o'rtasidagi mesele o qandaqda savdo tijorat meselesi emas. Bu keyin amaldan qoladigan bir mesele, savdo tijorat meselesi. Jungo ile Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mesele, o'rtasidagi mesele bu boshqa bir mesele degan so'zni qildim. Men buni leksiyada sizlarga so'zladim. Bugun mayli Wang Qishan bo'lsin, mayli kim bo'lsin, bu shaxslar yoki bu shaxslar huquq o'rni ko'tarilganda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jumhur Xalq Jamhuriyati ikki davlatdan o'rtasidagi munosabatlarni bartaraf qila oladi desa, bu bir mubolag'a bo'ldi. Onun üstüge şu bahar bayramı yetip gelişten avval Jungo'nun bahar bayramı yetip gelişten avval bir hafta içinde meyli Reis Xi Jinping olsun, meyli Wang Qishan olsun. Şundakla andın maliye işhanısının müdiri boğan Liu He efendiler olsun. Bu 3 nefer kişi, yaki 3 nefer devlet rehberi Amerika Qo'shma Shtatlarının Jungo'da turuşluq baş elçixanasıga kirib, hozirgi jiddiylashyotgan Jungo va Amerika munosabatlarini pasaytish to'g'risida murassaga keldi degan bir xabarni sizlarga yetkazdim. Yoki murassa qilmoqchi bo'ldi. Yoki murassa qilmoqchi bo'ldi degan bir leksiyani vatandoshlarga yetkazdim. Buningda murassa qiladigan masala qaysi masalalar? Masalan, Wang Qishan qaysi masalani o'tirib qo'ydi, Reis Xi Jinping qaysi masalani o'tirib qo'ydi, bu bizga noma'lum. Lekin shu murassa qilishadigan bo'ldi deydigan, murassa qiladigan bo'ldi degan xabar o'tirib chiqish bilan tangla, ya'ni Amerika tarafdan yoki hozirgi dunyoviy vaziyat tarafdan aytganda, ya'ni 3 xil o'zgarish yuz berdi. Masalan, birinchisi dal shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining bir dona avomatkisi Janubiy dengiz rayoniga kirdi. Dal shu kunlarda Hindistonning vaziri Modi Hindiston tilidagi Arunachal shtatini ziyorat qildi. Jungoning tilidagi zangdan Uyg'ur tiliga tarjima qilsak, Janubiy Tibetni ziyorat qildi. Bu ish. Andan keyin ondan Amerika Qo'shma Shtatlari, ya'ni Jungoning ba'zi tovar mollariga boj qo'yish to'g'risida fikrlarini o'ttirga aniqlab o'ttirga qo'ydi. Mush 3 masala qayta qo'yildi. Demek Jungo'nun rehberleri baş elçiga kirdi Beijing'de. Murassiyalashishga ma'qul bo'ldi yoki murassiyalashadigan yo'l topmoqchi bo'ldi. Murassiyalash degan so'zning ma'nosi, hurmatli vatandoshim, yana bir qo'polroq ma'nosi taslim bo'lish degan gap. Endi mushu xabarni men sizlarga leksiya qilib so'zlagan edim. Hozir bu to'g'rida Amerika tarafdan hech qanday bir sada yoki murassiya kelish kelmaslik to'g'risida hech qanday bir sada o'tirg'i chiqqani yo'q. Demakchi bu gazetlar hozirgacha jimjim, to'r betri hozirgacha jimjim. Jungo murassiya qilishga uringan bo'lsa, zodi hozirgi jiddiylashyotgan Jungo Amerika munosabati, savdo tijorat masalasida Rossiyaga kelsimi siyosiy masala, haqiqiy ma'nosi bilan siyosiy masaladan murassiya kelamdi yo'q. Sizlar ko'zlayapsizlar, balki Koreyadagi qishliq olimpik marosimini nazarda tutganda, hozir Chawshan masalasi bir tarafda turibdi. Balki Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Chawshan bilan tinch yo'l bilan suhbat elib berishdan iborat. Mushu jarayonga kirishi mumkin. Agar bu jarayon kirgan bo'lsa, bu yerda qo'yiladigan bir savol, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Chawshan davlati yoki Kim Jong Un hokimiyati suhbatga o'ltiradigan bo'lsa, u vaqtda Jungoning o'rni nima? Jungo qayerda qoladi? Asli kozor Chawshan Jungoning kozori. Asli kozor Chawshan Jungoning mushu orqali yoki yadro atom qurollarini Chawshanga ishlashga ruxsat qilish va yordam berish orqali Amerikaga tahdid solmoqchi.
Başdan ahir sözlep kelyapatymyz tahdid. Amerika kelyapatgan tahdid. Dal muşundaq paýtda Amerika Qoşma Ştatları hökümeti Jungony bir tarapga qaýryp goýup, Çawşan bilen bewasa söhbetge oturdygan bolsa, o wagtda Jungonyň orna gaýada galyp. Endi hazır müşäk keldik. Muş aldymyzdaki hepdelerde Jungogy ýürgizdigan embargo meselem eger baş goýuş meselesi, Jungo towarlarynyň Amerika bazaryga kirişini çekleş, onunğa norma belgilep biriş meselesi, muşu bir qatar mesele hazır Amerika Qoşma Ştatları hökümetiniň aldyda turupdy. Belki bu aldymyzda kıladigan işlerde Jungonyň waziýetini aýtkanda hazır Jungo birinci wapelygy qara jemgyýet adamlaryga zärbi beriş siyasını oturup götürüp çıktı. Endi ertegi 3-nji kurultay, ahir kurultayda endi Reis Xi Jinping'in iddisi asası kanun arkaly. Dünyada maşındagı iş bulurken asası kanun bir kişinin ýa-ki bir şahsyň iddisini belgilep birdigama. Kanun o asas kanun değildi eken. Endi muşlardan alqyp ötüp hazır tahlil kıysak, sual koysak, nemiş qili hasanyň peqanediki 7 asırlık ýa-ki 1000 ýyllyk bir buthanaga tuyuksuz ot ketdi. Bu bir. İkincisi, Modi Efendi, yani Hindistanyň weziri Modi, Argynaçalny közden keçirgenligi üçin Tibet bilen oturdu elip berilip söhbet ve Dalai Lamaga inkas qaytyryş, onun sözlerine, taleplerine cevap qaytyryş, arpsy turup atkan muşundaq wagtda deýli. Qarap turup bir buthanaga ot ketdi. Hazır onun yazılgan inkaslarda bunu Kompartiya özü kıldı diye şu vatı inkas yazgıcı hanzola Kompartiya özü kıldı dedi. Bu arkalık kim kesegen al vermek? Kim bir cevap vermek? Modi Efendi bilen Jungo oturusuzda Tibet rayını meselesi konkretlik derdisi qaýa geçe. Hindistan Tibet meselesi kançylyk köňül bölüdi, kançylyk köňül bölmeýdi. Bugün Modi'nin Argynaçalga kelişden Jungo hakykatan gatlyk renjidi. Şu sebeplik hazır Dalai Lama bilen bolgan söhbetini toktup, ýa-ki Dalai Lamanyň men ýakynda Tibetge gaýtyman degen sözlerini gaýtyryp, toktup, ene gatlyk inkas gaýtyryp atan. Bugün Dowi Torbetiniň yazgan makalesini sizler közetdik. Dalai Lamanyň ottury ýol siýasatynyň nime ekenligini sizler desepde haber tapdyňlar. Bunun içinde haber yazgıcı, Dowi Torbeti haber yazgıcının deptolisi 3-nji, 4-njisi hatarlikdi. Bu 4-nji, 3-nji madde qaraydigan bolsaň, Dalai Lama Tibetniň mustaqilliginden waz geçken emas deydi. Haber yazgıcı bir noktaga dikkat kılmapdy. Öz yazgan haberdeki bir noktaga dikkat kılmapdy. Çünkü Jungul hazırgacha bundak adet yok. Bundak siyasi tüzüm yok. Bundak tertip yok. Bundak kanun yok. O nime? Saylam. Ben sizlerge sözlüge